Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan mana shunaqa ajoyib bir buketni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga Faberlic kompaniyasidan skrab для тела, sprey для tela, gel для душа, жидкое мыло, krem для рук hamda milo kerak bo'ladi. Qani ketdik, ishni boshlaymiz. Mahsulotimizning girdiga двухсторонний skochni yopishtiramiz. Keyin uning ustidan shpashkachalarni birin-ketin teramiz. Shpashkachalarimiz yiqilib ketmasligi uchun ustidan skoch qilib ketaverasiz. Mahsulotni atrofi polni shpashkachalar bilan to'lab bo'lgandan so'ng, hamma shpashkachalarni qo'lingizga birgalikda ushlab, uni skoch bilan o'rab olasiz. Mana shunaqa ko'rinishda. Hamma mahsulotlarni shunaqa ko'rinishga keltiramiz. Mana двухсторонний skochni qanaqa qilib yopishtirganimizni ko'rsatib o'tyapman. Endi buketimizni sborkasiga o'tamiz. Buning uchun bizga gel для душа hamda жидкое мыло kattaroq narsalar yoniga sprey для tela qo'yib o'raymiz. Bu tagidagi osnovasi. Bunga iloji boricha kattaroq narsalarni terasiz. Tagiga korobkacha qo'yib olamiz, chunki o'rashga qulay bo'lishi uchun skochni. Ustidan skrab для tela, krem для рук hamda sovunni teramiz. Buni atrofidagi shpashkachalari yomon ko'rinadi uchun ham o'rtalariga biron xil o'zingizda bo'lgan guldan qo'yib olsangiz bo'ladi. Meni qo'limda faqat mana shunaqa gulchalar bor edi uchun men majbur shularni qo'ydim. Gulchalar bilan baribir barcha defektlari ko'rinmaydi, chiroyli ko'rinadi buketimiz. Endi esa buketimizni upakovka qilamiz. Vaqt kamligi sababli upakovkani ko'rsatmay o'tdim. Mana bantikchasini o'rab oldik. Endi shaxsiy emblemangizni qo'ysangiz bo'ladi. Men o'zimnikini qo'ydim, Shahmira. Mana shunaqa ajoyib buketni kim 200 mingga sota olmaydi? Menimcha hammaga ma'qul bo'ladi. Kompaniyada ishlaydiganlarga juda ham yaxshi biznes ideya.